Keling, oddiy darsni haqiqiy detektivlik sarguzashtiga aylantiramiz. Bugun men sizlarga istalgan fanda birda ishlaydigan pedagogik detektiv metodini ko'rsataman. Bu metod orqali o'quvchilar oddiy test yetishmaydi, balki o'zlarini haqiqiy detektivday his qilishadi. Ular bosqichma-bosqich topshiriqni bajarib, har bir to'g'ri javob uchun keyingi bosqichga yo'l olishadi. Eng yoqqan jihati shundaki, bolalar dars davomida o'zlari sezmagan holda barcha mashqlarni katta qiziqish bilan bajarishadi. Chunki ular uchun asosiy maqsad sirni yechish va yakuniy qahramonni topish bo'ladi. Bu metod faqat ona tili fani uchun emas, uni matematikada misollarni yechish, ingliz tilida grammatik topshiriqlar, tarixda tarixiy shaxsni aniqlash, geografiyada xaritalar bo'yicha izlanish, biologiyada organizmlarni topish, kimyoda formulalarni yechish, fizikada masalalar, hattoki boshlang'ich sinfdagi fanlarning deyarli barchasida mavzularga moslashtirib foydalanishimiz mumkin ekan. Aytgancha, o'yinni o'zingizga moslashtirish bo'yicha aytadigan bo'lsam, sizga tayyor faylni qoldiraman va bu faylda aynan savollar yoki qandaydir shartlarni yozish kerak bo'lgan qismiga o'zingiz faningizga moslab yozasiz va hamda aynan ishlatish jarayonida F5 yoki aynan slayd show rejimiga qo'yib, bundan bemalol istaganingizcha foydalanasiz va aynan detektiv o'yinini ketma-ketligini o'tkazish vaqtida dastlabki demak birinchi, ikkinchi qismlarida o'zini ko'rsatkichlari bor va aynan o'sha yo'nalish ko'rsatkichlar yordamida keyingi qismga o'tasiz va qolganlarida aynan detektivni ustiga demak bir marta bosish orqali keyingi shartga o'tishimiz mumkin.